bo'shatiladi. Biz platni, o'shanga platniga biz qatnashamiz. Yo'q, Endi bu yerda konsert bo'lsa yaxshi, konsert bo'lmasa bitta ham. Biza mana nimaga so'rayapmiz, nima uchun? 25 so'ng qo'ng'iroq vaqtlari bor, bolalarni tugatadigan. O'sha nimada bo'ladi, o'sha paytda bolalar ham, yoshlar ham qattiq keladigan vaqtida saylar bo'ladi. Mejda oqib qilaylik hozir shuni sitida qilishni tashlaylik. Mayli qilaver, bizga farqi yo'q. Sitida ham yaxshi bo'ladi. Tashlaylik qatnashamiz. Hozir keyin qilamiz degan endi mejga ham pul so'rayapti-da. Kstati, Sizning shartingiz? sizlarga taklif. Dilnoza Husanjonova. To'g'ridan to'g'ri efirni yaxshi ko'raman-da. Do'stim, qanaqasiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ular o'zi vazimalari. Hunarmandsiz, hunarmandchilikni qaysi yo'nalish bo'yicha faoliyat Bizaniki ko'rsatasiz? chopli buyumlar, yo'nalishida nima deydi? Tikuvchilik yo'nalishida biza abayalar, shunaqa sumkalar, aksessuarlar tikamiz. Husanjonova Dilnoza. Dilnoza opa, siz hozir ana shu tadbirda tashkil etilyapsiz-da. Tadbirning nomi, necha kundan beri qatnashyapsiz? Keling shu haqda. Bugun 3-kunimiz. Tadbirning nomi Rossiya bilan SNG davlatlari bilan hamkorlikda mancha tadbir bo'lyapti. Bizani taklif qilishgan. Biz shu yerda o'zimizni ishlab chiqargan mahsulotlarimizni sotyapmiz. Xudoga shukr, savdolar yaxshi. Toshkent shahar hunarmand boshqarmasining a'zosisiz. A'zosiman. Qaysi tumandansiz? Olmazor tumani. Olmazorda. Keling sizni ishlaringizni kuzatamiz. Ko'rsatasizmi? Ketdik bo'lmasa. O'zimizdan ishlab chiqargan mahsulotlarimizni bular ikki tomonlama kiyiladi. 100% HB paxta mahsuloti. Bular yengillik yaratdik. Yoshlar uchun ekan. Bu yoshligi, shimli variant. Orqalari ham o'ziga yarasha. Ashlar ham yaxshi. Trikotaj mahsuloti. Bu ham shimli variant. Qarangda, bitta savol bor. Mana bu kiyim o'zi tayyor. Siz sotib olasiz? Yo'q, o'zimizni tikamiz. Ana. Seximizda bor, trikotaj tikadigan mashinkalarimiz bor, o'zimizni chiqaramiz. Hunarmandim qoyil, lekin men o'yladimki, haligi sotib olasiz, tayyor ushbu kiyim-kechakni keyin ustiga haligi o'zingizning brendingizni qo'yib chiqarasiz deb o'ylagandim, lekin unaqa emas ekan. Yo'q, o'zimiz ham mana brendimiz bu. Mana brendimiz. Sexim bor dedingiz-da, boya. Ha. Necha yildan beri faoliyat ko'rsatasiz? O'zi aslida ko'p yildan beri men yoshlikdan tikardim. Buni ateliyeda oldin zakazlar tikardim. Keyin hunarmandchilikka a'zo bo'ldim. 3 yildan beri shu hunarmandchilikka a'zoman. Respublika hunarmand uyushmasining sizga qanday foydasi tegyapti? Foydasi mana shunaqa uyushtirib berishadi. Mana shunaqa yarmarkalarga chiqib turamiz, shu yerda savdo qilamiz. Bu yaxshi savdolar bo'lib turibdi. O'ziga yarasha keyin o'zimizni postoyan chaqiradigan joyligi bor. To'lov yo'q joylar bor. O'sha yerlarga chiqib turamiz. Masalan, Nextda shanba kuni biz o'sha yerda har doim kun bo'yi o'tiramiz. O'sha o'ziga yarasha klientlarimiz bor, kelishadi, xursand bo'lib olib ketishadi, shunaqa. Siz bugunning zamondosh ayollaridan, tadbirkor hunarmandlaridan biri ekansiz, opa. Nechta ishchi xodimlaringiz bor? Menda 4dan 5tada. Ko'proq bu yerda bichamiz, yengilliklar yaratamiz-da, tarqatamiz. Xonadonda mana uyda o'tirishadi ayollar. Kelinlar bor, shularga bichib olib borib beramiz, o'zlariga tikib berishadi.
shu yengillikni sexda chiqaramiz ko'proq, bichib beramiz, ular tikib mana shunaqa yo'nalishimizda. O'zimizda ham yengilliklar yaratib turamiz, bitta qolipda qolib ketmaymiz. Zamon talabi. Zamon bilan baravar haligi qadam qo'yish kerak bo'ladi. Zamon shuni talab qilyapti. Даже hozir syogunni nima deydi, kurtkalar ham chiqardik. Zamona juda yaxshi ketdi, qolmadi. Mana kecha ham oxirigacha sotib bo'ldim. Hozir bormi bitta ko'rsatsak? Qolmadi. Qolmadi, kecha sotib qo'ydim. Barakalloh. Oxirgisini endi kuzga yana tayyorlaymiz. Chiqaramiz. Baribir chet elliklar, Rossiya, Qozog'iston juda yaxshi olishadi bu narsalarni. Qarangda do'stim, shu yerning o'zida bir minnatdorchilik bildirib o'taman. Sababi kurtkalarni olib kelgan edim, kechagi ko'rgazmaga deyapsiz, lekin qolmasdan hammasini sotib bo'ldik deyapsiz. Hozir qish mavsumi bo'lmasa ham, kuz-qish mavsumi bo'lmasa ham, qarang, qaytangi bu sezon tugadi-da, mana bahor ham tugadi, lekin sizni mahsulotingizni olishibdi. Mijozlar, to'g'rimi? Qiziqib olishyapti. Rahmat sizga. Nima deb o'ylaysiz ana shu? Rahmat sizga. Nimaga? Chunki o'sha siz tikayotgan haligi kiyimlarda o'zgarishlar bor. Zamon bilan birga qadam qo'yayotganingiz uchun ham o'sha haligi mijozlarning didiga mos tikkaningiz uchun sotilgan. Qishki kiyim bo'lishiga qaramasdan. Shunaqa. Rahmat. Ko'pchiligini qiziqtiryapti-da bu narsa. Zamoqli variantlar, bomberchalar qilib tikamiz. O'ziga yarasha mana bu sumkalarimiz, kosmetichkalar, o'ziga yarasha bosh kiyimlar, kichkintoylar uchun ham bor ekan bunday kiyimlar ana. Choynik po'shak deyishadi bizga. Choynik, shunaqa narsa bizda. Chiqaramiz. Sizga buni nima deyishadi Toshkentda? Bizga choynik po'shak deyishadi. Tojik tilida aytdim-da hozir. Choynik nimasida? Qopqog'i. Siz adabiy tilda aytyapsiz. Shunaqa. Mana shular ham hammasi o'zigacha yarasha. Bu ham qulay ekan. Juda. Hammasi tabiiy. Bu ham sizning ishingizmi? Tabiiy. Ochib ko'rsataysizmi? Ich tomonlari ham bundoq qarasangiz hammasi toza paxtadan sintetika aralashgan, joyi yo'q bularni. Sumkalaringiz ham adashmasam sifatli ko'rinyapti. O'ziga yarasha. Yuvganda qanaqa turadi? O'zini kir mashinada ham yuvsa bo'ladi. Rangi chiqmaydi bularni. Masalan, cho'ntagi ham bor ekan. O'ziga yarasha. O'zimga yoqadi. O'zimga yoqqan narsani Hurmatli yurtdoshim, hunarmandim, qarangda, sizga bir yaxshilik qilaman. Ko'pchilik yaxshilik qilishni istayman, to'g'risi. Shu hozir sizni kiyim-kechaklaringizga yoki bo'lmasam sumkalaringizga kimdir havas bilan qarab o'tirgan bo'lishi mumkin, kuzatuvchilarimiz. Va shularga keling, sizning telefoningizni qoldiraman hozir. Ayting telefonni. O'zbekiston nomeri +998 77 999 5600. Ismi sharfingizni ham? Dilnoza Husanjonova. Dilnoza Husanjonova. Hozir yana bitta savol bilan endi o'zingiz tutilib qoldingizda, haligi savol kelib qolyapti sizga. Mayli, beravering. O'zbekiston nomeri deyapsiz-da. Yana sizda qanaqa nomer bor? Yo'q, endi O'zbekiston. Eksport qilsangiz kerak-da, shu uchun savol beryapman. Yo'q, hozircha eksport qilmaymiz. Yo'q. Lekin o'zligi qayta kelishadi. Bir-biriga adres berib, meni o'zimning vizitkalarim bor. O'zim o'shanga qarab bir-biriga mana shunaqa do'kon sheriylarni olishgan ekan. Masalan, Rossiyadan kelishsa olib kelishadi-da, voy mana shunaqa bizga yoqib qoldi, yuvdik, yuvdik, boshqa qildik. Kачествоsi ham nima deydi, sifati ham yoqdi deb kelishadi. O'zligi bir-birini olib kelishadi. Shunaqa qilib topib kelishadi. Bir-birlariga sizni mahsulotingiz yoqadi va sizni topib kelishadi, xullas, mijozlaringizni o'zi. Reklamani kuchaytirish kerak ekan, do'stim. Chunki, bitta shu muammo bor. Boqdim-yu, anaqa juda ham ko'p planlar, juda ham ko'p nima deydi, ideya deydimi? Nimalarimiz ko'p. Vaqtimiz yetmaydi bu narsaga-da.
mana o'zimcha mana ish xodimlarini kengaytiring. Ha. Yana ham o'sasiz, yana ham reklamani kuchaytirsangiz, savdo yana ham kuchli yo'lga qo'yiladi, kengayadi. Uyushma tomonidan sizga qanaqa yordam kerak? Mengami joy masalasi kerak. Joy masalasi. Juda joy bo'lsa, o'sha yerda muhim ishlar ham o'sha yerda. Qayerdan joy bo'lsin sizga? Endi turistik mana mehmonlar keladigan joylardan bo'lsa juda a'lo bo'lardi. O'shanda ham o'sha yerda ijod qilish ham sochish mani orzuyim. Hozir bizni ko'rsatuvimizni har doim o'zi ko'rib boradilar. Respublika uyushma raisi Rasuljon Mirzaahmedov. Mana hozir yana ko'rib o'tirgan bo'lsalar, albatta bu taklifingizni qabul qiladilar va sizga chiqadilar, chunki telefoningizni qoldirdingiz, do'stim, to'g'ri? Yaxshi. Mana даже pastellar ham chiqaramiz. Bekor o'tirmaymiz. Xullas e'tibor berib qarayapman, tikuvchilik, ya'ni hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha haligi ko'p narsani yo'lga qo'ygan ekansizda. Bitta kiyim-kechak bilan, haligi libos bilan emas, balkim o'sha libosga qo'shib bosh kiyimlar, o'shanga mos sumочкаlar, uy uchun, ayollarimiz uchun pastel belyovlar, to'g'rimi? Hatto fartuklargacha tikib qo'yamiz-da, mana o'ziga yarashadi. Endi hamma narsa xohlaymizda. Bu yerda hali assortiment katta, nima deydi? Yetkazib bera olmayapmiz, to'g'risi. Narsalarni shunaqa